Oy, onang nima ko'r. Qisib oladi-ku. Iltimos faqat harom-haromda urmasdan undan ko'ra videoni oxirigacha ko'ring. Bugungi zakazimizda 15 kishilik nozu mehmonlarni kutib olamiz. Bozorlarni bo'lsa 0 dan boshlab oxirigacha o'zimiz qilib berganmiz. Sifatini ko'ryapsizlarmi? Bitta like bosib qo'yasizlar. Menyuda bo'lsa somsadan tortib krabgacha ovqatlarni qilib berganmiz. Ishi bo'lsa lasos marinovkasidan boshladik. Mehmonlar qanaqa bo'ldi deysizlarmi? Shunchaki tug'ilgan kunni oilaviy nishonlamoqchi bo'lishdi. Krevetkani tozalab lasosli tartarga ham o'tib ketdi. Ko'pchilik bizdan so'rashadi, salat, ovqatlarni tayyor olib kelasizlarmi? Yo'q, bizni ko'rayotganinglarda svejiy yoninglarda tayyorlab beramiz. Kechqurunga 6 ga stor tayyor qilishimiz uchun biz ertalabki 11 dan harakat qilishimiz kerak. Sizlar ham birini shunaqa kilarda tayyorlab yeb ko'rganmisizlar? Yeb ko'rmagan bo'lsanglar kommentda pazanda qizlarni atmetga qilib qo'yinglar. Bizda krabni 2 xil usulda berdik. Birinchisi marakuyali salat sifatida bergan bo'lsak, ikkinchisini butildegicha qaynatib pishirib berdik. Orada qaynatma sho'rvadan xabar olib, keyin bo'lsa medalyonga o'tib ketdik. Buni ham oldindan marinovka qilib qo'ydik. Anjir nimaga deysizlarmi? Orada porsionli tulumli salatimiz ham bor. Anjir tayyor bo'lguncha stolimizdan shunaqa ko'rinishga keltirib qo'ydik. Холодный zakuskalardan stolga hech narsa qo'yilmadi, faqat yagida meva va chaqchuqlar bo'ldi. Salat va ovqatlarni hammasini porsionli berdik. To'g'risi shi baqlajon emas. Boya aytganimda ustikilarli biri shu bo'ladi. Krevetkalarni berib, ketidan krab bilan yaponskiy mayonez aralashtirib, shunaqa marakuyali mevalarga solib berdik. Sizlar o'zingizlar mehmon kutadigan bo'lsanglar, odatda qanaqa salatlarni berasizlar? Buni kommentariyada yozib keting. Mehmonlarimiz ham keldi. Somsani ham uzursak bo'ladi. Birinchisi go'shtli somsa, ikkinchisi bo'lsa qovoq magizli somsa berdi. Ha, aytgancha orada asarti nonlarimiz ham bor edi. Bolalarchi, bolajonlarni ham o'yladinglarmi deysizlarmi? Bizda hammani inobatga olgan holatda ularga bo'lsa 2 xil pitsa pishirib berdik. Bu galgi zakazimizda posudalarning hammasi uy egalaridan bo'ldi. Agar xohlasanglar, posudani komplektni o'zimiz bilan olib kelishimiz ham mumkin. Pitsalarimiz ham tayyor. Endi biz sho'rvaga harakat qilib sekin bersak ham bo'ladi. Sho'rvadan keyin yana 7 xil ovqat berdik, lekin afsuski videoga sig'dira olmadik. Bu videoni yaqinda mehmon kutmoqchi bo'lgan do'stinglarga jo'natib qo'yinglar.